qizli uyimga iftorlikka keldim. Shu bahona uydagilar hobbilari bilan sizlarni tanishtiraman. Ujunga nima ovqat bo'lyapti, Dinospa? Kotlet. Birinchi odam hobbilaridan boshlaymiz. Adam ribalkaga qiziqadilar. Necha yildan beri bu sohaga qiziqasiz? Baliq o'rganmi? 2004-yil. Eng katta tutgan balig'ingiz qanday bo'lgan? 10 kilo 200 gramm chiqqan. Rosta. Bu xona oyim xonalari hozirgi paytda hobbi bo'lsa ham, lekin aynan mana menga 2 qat bo'lganlarida oyim adam kasal bo'lib qolganlar. Почти 1 yil больницада yotganlar. O'sha moment o'rgangan hobbilari hunar sifatida yashash uchun kurash bo'lib, tikishga majbur bo'lganlar. Hozir yig'lab yuryaptilar. O'sha payt kechasi bilan tikib et bergansiz, kechasi bilan qiynalib tikanlar erishaman deb o'ylaganmisiz? Nima deydim? Men hayotdan umid qilaman. Albatta, mehnatga rohat bilganman. Akamni hobbilarini ko'rsatsam, xavfli, lekin shunaqangi energiya beradigan hobbi bu poyga. Mashinada chiqadilar, kichkina mashinalarda ham, даже katta mashinalarda ham poygaga chiqishadi. Mana shu yerda qaranglar, hammasi akamni kuboklari. Endi jiyanlarga kelsak, jiyanimni samolyot yig'adigan hobbisi bor. Bularni hammasi ana kattasini, kichkina maketini, originalini. Sizni hobbingiz nima? O'g'il tug'ish. O'g'il tug'ish 4-si ham xudo xolasa o'sha o'g'il. Sizni hobbingiz nima? Skoropovishman, sun'iy nafas beraman. Opacham mediklar. Mana bizda ayollar kompaniyasi bilan bo'lyapti iftorlik. Sizlarga qalay bu kontentim yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada kutib qolaman.